Sizga bitta ma'lumot aytaman. Bu ma'lumotni boshqa hech joydan eshitmasligingiz mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Bugundan belkuraklarni ishga soling, chunki aynan mana shunaqa qovoq yog'ini yerni tagidan bo'lsa ham topib ichishingiz kerak. Mana men ichganimga 3 kun bo'ldi. Natijalar juda a'lo. O'zingizni o'ta yengil his qilasiz. Qorin bo'lishlari yo'qoladi. Yana hojatga chiqishlaringiz ham yengillashadi. Ayniqsa ich qotadigan kattalar bo'lsa, ularga ham to'g'ri keladi. Undan tashqari yoshlarda gijjat muammosi bor, kattalardan bor. Ular ham to'g'ri keladi. Yana prostatasi bor erkaklar bor. Unga ham to'g'ri keladi. Yana aytadigan bo'lsak, bu haqda gap ko'p. Hali men faqat tajribada sinalgan usullarni aytyapman. Yana buni o'zlaringiz tanishib ko'rsangizda, ilmiy isbotlangan ma'lumot juda ham ko'p qovoq yog'i bo'yicha. Topolmay yurgan bo'lsangiz, mana originali bemalol zakaz qilishingiz mumkin. Agar sahifamizga a'zo bo'lmagan bo'lsangiz, bugundan a'zo bo'lib qo'ying. Hali bundan ham zo'r ma'lumotlarni yetkazamiz. Zo'r narsalardan quruq qolmaslik uchun biz bilan birga bo'ling hamisha.